Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Xudo xolasa Andijon viloyati Asaka tumanidagi ishimizni ham o'z yakuniga yetkazdik. Xudo xolasa bu yerga biz 8 ta eshik o'rnatib berdik. O'ta go'zal holatda, chiroyli holatda bo'ldi. Tilla taroqli hozirgi kundagi eng trenddagi fasonlardan bo'ldi. Uyda egalari ham mana uylarni chiroyli qilib remontlarni qilib qo'ygan ekan. O'ta go'zal holatda qilib tepadagi qoshlar bilan bu eshiklarimiz krashinli variantda bo'ldi. Krashinli jemchuklaklar bilan bo'ldi. Ochilishlariga mana e'tibor berib qo'yasizlar. O'ta ham mягкий, yaxshi holatda bo'ldi, xudo xolasa. Arqa atkozlari bilan dabor, atkoz, atnalichka hammasi mana uyda remonti tugaganda o'rnatib beryapmiz. Juda ko'pchilik shu savolni beryapti. Uyda remont qilgandan keyin o'rnatsa ham bo'ladimi deganlarga albatta bo'ladi. Yanada chiroyli bo'ladi bo'lganda ham, xudo xolasa. Mana choklar hech qanaqa ochiq joyi qolmaydi. Mana bizdan keyin deyarli hech narsa ish qilingani yo'q. Faqat mana pluntuslari qolib turish kerak. Pluntuslardan keyin o'rnatsak bizni ham ish, uyda egasiga ham yaxshi, bizga ham yaxshi bo'ladi. Shuni bir bor eslatib o'tamiz. Ko'rayotganlarga mana o'ta ham go'zal holatda, abo'ylar qilingan holatda o'rnatdik. Mana hammasi shu holatda. Arqalari ham atkozlari bilan hamma narsasi bilan tayyor bo'ldi. Uy tayyor holatda. Faqat bir qator tozalash ishlari qoldi. Shularni tozalashsa bo'ldi, uy tayyor holatda bo'ladi. Mana hammasi bu ikki qanotli eshigimiz. Ikki qanotli eshigimiz ham original zamonlarda hammasi ochilib yopilishlarga bir qator e'tibor berib qo'yishinglar mumkin. Mana bu tomondagilar ichkari holatdagi eshiklar, ichkaridagi eshiklar. Atkozlari bilan tepa patologiyalar natyojniy qilingan. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomerlarimizni qoldirib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Butun O'zbekiston bo'yicha dastlabki xizmatlarimiz bor, vodiy bo'yicha o'rnatib berish xizmatlarimiz bor. Yoqsa like bosib qo'yasizlar, kommentariyada o'z fikrlaringizni bildirib o'tishinglar mumkin. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.